أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Ankabut'ta. Namazını ada qilgan. Shaksizki namoz fahsha, buzuq, fahishi, yomon, buzuq ishlardan va munkar yomon ishlardan qanday qilib cheklaydi bu dedi. Namoz buni qildi. Oyatning oxirida deydi-ki, "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri akbar, texmi cho'ng dedi. Mufassirlar bu oyatni tafsir qilgan. Tafsirlarning ichidagi eng inchki nuqta shuki, ajoyib go'zal tafsir qilgan tafsirlarning ichidagi birisi shuki, bu oyat haqida zikrullohi laka akbar min zikrika lahu ayyuhal inson. Ey inson, seni Allah subhanahu va taolaning seni zikr qilishi, seni tilga elishi, sening uni zikr qilishingdan cho'ngdir. Shuna deydi. Ve la zikrullohi akbar yani Allah'ның seni zikr qilishi ey inson, sening Allah'ni zikr qilishingdan afzal, sening Allah'ni zikr qilishingdan kattaroq bo'ladi. Yani sen zikr qilsang, sen o'zingning ibodat majburiyatingni ado qilgan bo'lding. Sen Allah'ni zikr qilsang, sen o'zingning ustidagi ibodat majburiyatingni ado qilgan bo'lding. Ammo Allohning seni zikr qilishi, Allohning seni aslashi bo'lsa, agar bunda Alloh seni aslab seni zikr qilgan bo'lsa, sening qalbingni rahmat bilan to'ldirib o'tadi. Sening qalbingni xotirjamlik bilan to'ldirib o'tadi. Qalbingni boylik bilan, qalbingni Allohning barliq üstünge tushirayotgan har qanday ishdan rozimanlik bilan to'ldirib o'tadi qalbingni. Qalbingni ishonch bilan to'ldirib o'tadi. Zikrullohi akbar min zikrika lahu. Allohning seni zikr qilishi, sening uni zikr qilishingdan akbar, nihoyat kattadir dedi. Shuning uchun asarda kelganki, asarda buyuti fil ardil masajid wa inna zuwaraha hum ummaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baytihi thumma zarani wa haqqun 'alal mazuri an yukrima as-sa'ir. Mening zimindagi uylarim bo'lsa masjidlar dedi. Mening zimindagi uylarim masjidlar. Uning ziyoratchilari bo'lsa, ular shu masjidlarni obod qiluvchi mu'minlar dedi. Shundaq bir bandiga xush muborak bo'lsin-ki, uyida tahorat elib, uning keynidan meni ziyorat qilgan masjidga kelgan mu'minga xush muborak bo'lsin dedi. Ziyorat qilinuvchining ustidagi majburiyat nima? Ziyorat qiluvchini ikrom qilish, uni hurmatlash, izzatlash dedi Alloh subhanahu va taolo. Ziyorat qilinuvchining ustidagi majburiyat haq nima desa, ziyorat qiluvchini hurmatlab, izzatlash uning ustidagi majburiyat. Yani ben hürmetlayman, izzetlayman dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bir qarindishimizdan, bir do'stimizdan uyga kirsak, u bizga ba'zi yemak, ichmak, tamoqlarni, choylarni aka bizni hurmatlab ziyofat berishi mumkin. Lekin biz Allohning uylaridan bo'lgan bir uyga kirsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizga hikmat ato qilishi mumkin. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, uningga haqiqatan nihoyat ko'p yaxshilik ato qilingan kishi bo'ladi. Nihoyat ko'p yaxshilik ato qilingan kishi. Demak, shu hikmat bilan inson oila turmush, ayollik turmush, oila turmushida ham eng birinchi darajadagi eng nihoyat go'zal bir baxt saodatga to'lib, baxt saodat bilan yashay oladi. Bu hikmatsiz shu uy oilasi ham jahannamga aylanadi. Eng baxtsiz holatda yashaydi. Hikmet bilen mal dünya boshqarishda bo'lsin, hikmet bilen insan baxt saodatni, melini ham to'g'ri yo'lga shiltib, hikmet bilen en güzel şekilde foydalanib, en güzel şekilde xizmat qildira oladi. Hikmetsiz insonning qo'lidagi shu mal dunyoni o'ziga balo qazo bo'ladi. Qarindoshlar, shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning atasi, Allohning bizga ato qilgan atolarining ichida ham masalan yuqorida dedik,
Allah'ın her bir isimlerini bilgen insan, Rahimni bilse, Rahim zat Allah subhanahu ta'alaga bağlanan kişi özüdür Rahim dillikten ibaret, onun kalbide Rahim karar eliş gerektir. Şunun okşaş Hakim Rabbini hikmet bilen iş kılıgıcı Rabbini tunugan, bununla bağlanan kişi hem hikmet egisi buludur. Hikmet egisi buludur. Şunun için İnna lillahi tis'aten ve tis'ina ismen degan bu hadisning ma'nilaridan birisini modesa, insanın Allah'ın şu ilahi kemaletleri, ilahi sübetleri bilen insanın şu sübetlerini özleştirişi dedi. Her bir isimni öğrengen vaxtida, her bir isimni bilgen vaxtida şu isimden bir narsani türlep onundan bir meyveni elip sug'urib ilib olishi dedi. Sug'urib ilib olishi. Shuningdan o'ziga o'zlashtirishi bu ilahiy sifat, bu ilahiy kamolatni. Uningdan rahmatni olgin, Allohning rahimdilligidan rahmatni elishimiz kerak o'zimizga. Allohning ajoyib adolatligidan adolatlik bo'lishni o'rganishimiz kerak. Adolatni o'zimizga prinsip qilishimiz kerak. Bunun hammasi shu Robbimizning ismlarini tunuganda, Robbimizning shu go'zal ism sifatlarini bilgan vaqtimizda andin belki bo'lgan narsa qarindoshlar. Rabbimizni tunusak, onun buyruq ustida istiqomat qilib maqsak, onunga bog'lansak, ondan keyin biz shu Robbimizning ilahiy sifatlaridan o'zimizga o'zlashtirib maqalaymiz. Alloh deydi-ki: "Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha." Sura Shams shunaq deydi. Haqiqatan aflaha, nijot topdi, g'alaba qildi, murodiga yetdi. Kim o? Man zakkaha, nefsini paklagan kişi dedi. Bu nefsini, bu ruhini en güzel işler bilen, en güzel ameller bilen paklagan kişi hakikaten mu nijatlıkka erişti o dedi. Özünün murat maksatı yetti bu insan da oldu Allah subhanahu ta'ala. Del aksice vaqad khaba man dassaha, bu nefsini, bu ruhini yençigen, dessigen, bunu har kılgan, yani küfür bilen, cinayet bilen, zulüm bilen, yaman işler bilen bu nefsini pes kılgan, bu nefsini har kılgan bu kişi hakikaten ziyan etti bu. Bu tügeçti bu insan dedi. Hakikaten naümit buldu bu, tügeçti bu insan bu dedi. Vaqad khaba man dassaha. Yani barlık yaxşılık, barlık muvaffakiyet, barlık galbinin hammasi Rabbimizni tunuşumuzda qarindoshlar. Rabbisini tunimagan, Allohini tunimagan kishi mumkin emas o ruhini poklayolmaydi. Hargiz va hargiz poklayolmaydi. Shuning uchun deyilganki, ya Rabbi, maza faqada man wajadak va maza wajada man faqadak. Ey Rabbim, seni topgan, sana erishgan kishi nimani yo'qotib qo'ydi? Seni topgan, sana erishgan, sana ulaşgan, sana yetgan kishi nimadan ayrilib qoldi o inson? Nimani yo'qotib qo'ydi o inson? Seni va maza wajada man faqadak. Sendan ayrilgan, seni yo'qotib qo'ygan kishi nimaga erishdi o? Hech nimaga erishamaydi qarindoshlar. Wa iza kana Allahu ma'ak faman alayk wa iza kana alayka faman ma'ak. Agar Alloh sen bilan bo'lsa, kim sening qarshingga chiqa olasin? Kim sening qarshingda tura olasin? Agar Alloh sening qarshingda bo'lib qolsa, kim sen bilan birga tura olasin-ki? Hech kim tura olmaydi qarindoshlar. Allah'ni tunuş intayin ve intayin muhim qarindoshlar. Shuning uchun asarda kelganki, İbn Adam, o'tgan soatlik programmamizni dedik, takrorlaymiz. İbn Adam utlubni tajidni fa in wajadtani wajadta kull shay wa in fittuka fataka kull shay. Wa ana ahabbu ilayka min kull shay. İbn Adam, ey Adam o'g'li, meni talab qilgin dedi. Meni talab qilgin. Meni bilish uchun harakat qilgin, meni bilish uchun charchig'in, meni bilish uchun kuchigin, meni bilish uchun ish amal qilgin. Buning uchun tirishqin. Meni topsang, meni topa olasan, meni talab qilsang, topsan meni dedi. Meni topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan, hamma narsaga erishgan bo'lasan, menga erishsang, butkul narsaga erishgan bo'lasan, meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsani yo'qotgan bo'lasan dedi. Butun narsani ayrilgan bo'lasan, butun narsadan. Men sen uchun sana nisbatan hamma narsadan bakrak suyumlikman deydi Rabbimiz.
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. الله أكبر. Bu beytni degan kishi Alloh rahmat qilsinki, bu beyt shunday deydi-ki, agarda sening ko'zlaring u shu taqvodorlar, shu Allohga yaqin bo'lgan kishilar, Alloh yo'lida mengayotgan kishilar bizning yaxshiligimiz, bizning ikromimiz, bizning ne'matlarimizning ko'rgan narsani haqiqati bo'yicha ko'zing ko'radigan bo'lsa, sen hargiz bizni tashlab bizdan boshqalar tarafga ketib qolmagan, boshqa yoqlarga burilib ketmagan bo'larding deydi. Hargiz bu yoqqa ketmagan bo'larding. Agarda quloqlaring bizning go'zal xitoblarimizni, bizning bu go'zal chaqiriqlarimizni quloqlaring anglagan bo'lsa, sen o'zingning ustidan ajablanish, takabburlik, cho'ngchilik bu kiyimni selib tashlab etib, bizning qishimizga kelgan bo'larding. Agarda muhabbatning ta'mini, bizga yaqin bo'lish, bizning muhabbatimizning, bizning ishtiyoqimizning ta'mini zarrichaqliq tetigan bo'lsang, sen o vaqtida bizning yo'limizda o'zining jinini pido qilib bergan, jinini sepbergan, butun mol dunyo, qon, hamma narsani sepbergan, bunda qurbon bergan kishilarga o'zir bergan bo'ladi. Haqiqatan ular Allohning muhabbatini tunib tikan degan bo'ladi. Chunki ularning qalbida ana shu muhabbat bo'lganligi uchun, bizning muhabbatimizni tetiyolganligi uchun shunda qurbon beraylik bo'ladi. Agarda bizga yaqinlashish, bizga yaqin bo'lishdan iborat bu bir xil mayin shamoldek bir shamol, ya'ni bizga yaqinlashtiradigan shamol chaqliq bir narsani purab qolgan bo'lsang, shamol chaqliq mayin shamoldek bir narsa bizga yaqinlashtiradigan bu narsani agar shunday narsa sana yaqin kelib qolgan bo'lsa, buni purayolgan, buni his qila olgan bo'lsang, sen g'arib holatda bizning ishtiyoqimizda bizga yaqinlashish uchun, shu bizga yaqinlashish uchun dunyoda g'arib, miskin, g'aribona bo'lib, ishtiyoq oshiqlardan bo'lib o'lib ketgan o'lgan bo'ladi. Qarindoshlar, "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allohning go'zal ismlari bor. Uning bilan chaqiringlar, uning bilan duo qilinglar dedi. Ana shu ismlar bilan duo qilinglar Allohga. Yani onun ismini tunig'in, bilgin, onun buyruqi ustida istiqomat qilib mang'in, uningga bog'lang'in, andan uning kamoli sifatini, uning kamolatidan o'zingga o'zlashtiraysan. Buni o'zlashtiraysan o'zingga. Rahim dil zot, ar-rahim bo'lgan zot ar-rahimni qabul qiladi. Ang rahim dilni qabul qiladi. Hikmatlik bo'lgan zot, al-hakim bo'lgan zot insonni hikmatlik bandasidan qabul qiladi. Rasulullohning shunday deganligini anamiz Aisha rivoyat qilib shunday dedi. Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu. Rifq, muloyimlik, kuyimchanlik bu narsa har qanday bir narsada bo'lsa, uni chuqum zinnatlamay, go'zallashtirmay qolmaydi. Teximmak go'zallashtirdi bu narsani. Har qanday bir narsadan bu muloyimlik, kuyimchanlik, bu rifq, ya'ni bu narsa ayrilib tatib elinsa, bu narsa elib elinsa, chuqum uni satlashtirmay, qabihlashtirmay, uni buzmay qolmaydi dedi payg'ambar alayhisalom. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي